Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana yana bir ishimizni o'z nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Bu obyektimizda ko'cha shapka, darvozaxona va ichkari shapkalarni qilib berganmiz. Mana ko'cha shapkalarini ko'rishingiz mumkin. Oq va muk rangda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Stanolarımizdan ham qo'yib berganmiz. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratdan tunikaning kvadrat ko'proq ketadi. Chunki tunikaning bukilishi va ustma qatilishi ham bor. Buni ham inobatga olib qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin azizlar, bu ishimizni ham yakunlamoqdamiz. Juda ham go'zal holatda qilib bitirilmoqda. Mana darvozaxonalarni ham ko'rishingiz mumkin. Darvozaxonalari hovuz fasonda bo'lgan va o'rtalariga yulduzchalar yopishtirilgan. Mana ichkari shapkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Ichkari shapkalari ham xuddi shu fasonda oq va mo'k rangda bo'lgan va ichkari shapkalarga ham choysiz stanolarimizni qo'yib berganmiz. Azizlar, eslatib o'taman, hozircha xizmatlarimiz vodiy bo'ylab davom etmoqda. Agarda vodiydan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. İşimizni ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying va bu videoni uyga tunga fon qildirmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Mana azizlar, darvozaxonalarga kosmoslarimizdan ham qo'yib berdik. Bir 180 lik kosmoslarimizdan.